Mana bizda detsk komnatamiz ham bitdi. Ikkita tirek qo'yganmiz 2 metrlikdan. Stenamiz 3 burchak bo'lib oldi shakli shunaqa. Patologimiz ham shunday. Ventilyatsiyaga turba tashlaganmiz, tepani teshib chiqarib qo'yganmiz, kabellarni ham tashlab. Bu ham klitchator bilan ishladi. Karnizlarimiz ichkarida. Shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Chekkalardan podsetka yonadi. Bellardan plafonlar chiqariladi. Biz kabelni mana shunaqa qilib chiqarib qo'yamiz har doim. Korobkani oldidan keyin elektrik o'zi shu yerda ulab qo'yadi polnosda. Bu yerimiz holimiz, bu yerda detsk xonamiz yana bitta. Bu xonamiz ham shunday ko'rinishda ikkita tirek tashlangan 2 metrlikdan. Bu tireklarimiz 1.800 so'm bo'ladi. Nimani o'zingizlar profilni o'zi 1.800 so'm bo'ladi. Bu yerga 4 metr ketgan. Bu yerlarga ventilyatsiya kabel shunaqa qilib tashlab qo'yamiz. Podsetka, plafon bo'ladi. Karnizlar ichkarida. Mana bizning 3-xonamiz, bu ham spanli. Stekovata qilib, paraizolyatsiya tortamiz. Issiqda yaxshi ushlaydi, nam tushamaydi bu nimamiz. Stekovatamiz o'ta yaxshi Knauf firmasidan. 2-3 kundan keyin shu holimizni patologini boshlaymiz. Hozir ozgina dizayner o'sha yerga ishlayapti. Qanday patolog bo'lishini. Bitganda bu yerda ham ko'rsataman. O'ta ajoyib patolog yasaymiz degan umiddamiz. Bu yog'imiz dush. Bizda ajoyib mana yomg'ir yog'yapti Jalotda. Mana Steklovata, Teplo Knauf degan firma o'ta yaxshi. O'zi Knauf firmasi yaxshi chiqargan har doim materialda. O'zida namlikda ushamaydi. O'zida namlikda ushamaydi. O'ta yaxshi. Sifati o'ta yaxshi. Bu 6 kvadratga yetadi 1350 so'm. Shunaqa 12 kvadratga yetadiganlar ham bor ekan, hozir kelmayapti ekan. Shunga aytib qo'yganim. Shu moshni pagodamiz. Yerda choyni damlab olib, ichib o'tirsang, mazza qilib. Bizda yangilik shunaqa. Mayli, sog' bo'lasizlar.